isiriq olish uchun bozorga tushgandim. Darvozadan kiraverishda somsa sotib o'tirgan ayolni ko'rib, beixtiyor to'xtab qoldim. Rostini aytsam, bunday mukammal xilqatni umrimda ko'rmagandim. Yuzi shu qadar tiniq, qosh-ko'zi, lablari shu qadar mutanosib, shu qadar jozibali ediki, rahmatli Chingiz Ahmarov tirilib kelsa, o'zbek madonnasini shu ayolga qarab chizgan bo'lardi. Xayolimdan qaysi baxti chopgan shunday pari-paykar bilan yasharkan degan o'y kechdi. Xarid qilib qaytib chiqayotib g'alati shovqin-suron eshitdim. Yaqin kelib, tag'in beixtiyor to'xtab qoldim. Boyagi ayol ro'parasida ozodagina kiyingan, bo'yinbog' taqqan bir kishi ko'zini pirpiratib, esankirab turar, chamasi qayoqqa qochishni bilmay g'ujanak bo'lib olgandek edi. Somsa vajidan e'tiroz bildirganmi, oralaridan noxushroq gap o'tganmi, xullas ayol uni shu qadar qalashtirib haqorat qilar, og'zidan shu qadar iflos so'zlar otilib chiqardiki, 40 yil ko'mir tashigan aravakash bunday so'kishlarni eshitsa, o'zi ham, oti ham, aravasi ham, boringki, ko'miri ham uyatdan qizarib ketgan bo'lardi. Yomon gap odamni xunuk qilib yuborishini shunda ko'rdim. Pari-paykarning chiroyli ko'zlari olayib ketgan, oydek yuzi qiyshayib, vahimali tus olgandi. Xayolimdan qaysi baxti qaro shunday alvasti bilan yasharkin degan o'y kechdi. Bozor madonnasi. Muallif O'tkir Hoshimov.